Davom etamiz. Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash borasida Buxoro viloyatida ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Olib borilgan islohotlar sabab hududda hozirda suv ta'minoti 74,3% ni, oqova xizmati 16,9% ga yetkazilgan. Muxbirimiz Kogon tumanida bu yo'nalishda bajarilayotgan ishlar misolida mavzuni davom ettiradi. Buxoro viloyatida aholiga toza ichimlik suvi yetkazib berishga qaratilgan ishlar samarasi o'laroq joriy yilda Olot tumanida ta'minot 86% dan 99,7% ga, Qorako'l tumanida 53% dan 98,6% ga, Buxoro tumanida 55% dan 94,3% ga hamda Qorovulbozor tumanida 49,6% dan 100% ga yetkazildi. Hozirda Kogon tumanida ham raqamlar salmog'ini oshirish asosiy vazifa qilib belgilangan. Xususan, prezidentimizning 2021-yil 18-sentyabrdagi Islom taraqqiyot banki va OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi ishtirokidagi qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq jamoatchilik fikrini o'rganish asosida qariyb 13 milliard so'mlik loyihada ishlar jadal davom etyapti. Islom taraqqiyot banki va OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi ishtirokida qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasi doirasida Kogon tuman aholisini markazlashgan ichimlik suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha bir qator samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha doirasida Kogon tumanida 157 kilometr ichimlik suv tarmoqlari o'tkaziladi. Jumladan Choloki, Yangayot, Mustaqillik, Beglar, Kogon, Sarayon mahalla fuqarolari yig'inida ichimlik suv quvurlarini o'tkazish ishlari bugungi kunda jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Aytish lozim, prezidentimizning 2021-yil 18-sentyabrdagi qaroriga muvofiq qishloq aholi maskanlari, ma'muriy inshootlar, me'moriy qiyofasini tubdan yangilash, hududlarni kompleks rivojlantirish, ichimlik suvi va yo'l transport infratuzilmasini kengaytirish maqsad qilingan. Ushbu dastur asosida 7 ta mahalla to'liq toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari Kogon tumanida Osiyo infratuzilma investitsiyalar banki doirasida 138,8 kilometr ichimlik suv tarmoqlari rekonstruksiya qilinadi va yangi suv tarmoqlari o'tkaziladi. Bu ishlar hammasi aholi farovonligi uchun amalga oshirilmoqda. Kogon tumanidagi bu kabi ezgu tashabbuslar bugun aholining cheksiz minnatdorligiga sabab bo'lyapti. E'tiborli jihat, ushbu loyihalar asosida tumanda oqova tizimini barpo etish bo'yicha ham katta hajmdagi ishlar amalga oshiriladi. Ushbu islohotlar hech shubhasiz xalqimiz farovonligi va sog'lom turmush tarzini ta'minlashga xizmat qiladi.